Assalomu alaykum. Bugun mana 5-yanvar. Xo'p, 5-yanvar 2026-yil. Haydovchilik guvohnomasini olishga imtihonga tayyorgarlik. Juda zo'r ilova ekan yo'l harakati qoidalari degan. Ko'p ilovalardan foydalanyapman o'rganishga, chunki ko'p ilovalarda test savollari har xil bo'ladi. Bunda ham bir marta kirib 20 ta testdan o'tib turib yana bir boshqa kiradigan bo'lsangiz, test savollari almashib turadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p, birgalikda boshladik bo'lmasam. Xo'p, birinchisini ezamiz. Birinchisini ezsak, mana 25 minut 25 daqiqa vaqt beryapti bizga. 20 ta test. Bu testlarda ajoyibligi mana birinchisini уже tushunmayapsam, ikkinchisiga o'tib tursangiz bo'laveradi. Tushunadiganlaringiz birinchi ishlab olib, qolgan vaqtingizda tushunmaganingizga qaytib kelib ishlasangiz bo'laveradi. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qaroriga muvofiq yo'l harakati qoidalari necha banddan iborat? Xo'p. Buni misol uchun men bilmayman, o'tib turaychi. Xo'p, yo'lning sirpanchiq qismida rul chambaragini keskin burganda hosil bo'ladigan sirpanishning oldini olish haydovchi qanday ehtiyot choralar ko'rish kerak? Chambarag zudlik bilan sirpanayotgan tomonga burish va tezda avtomobilni harakat yo'nalishini to'g'rilab olish. Xo'p, birinchi javob to'g'riga o'xshayapti ana. Xo'p, 3-savol. Svetoforning qizil va sariq ishoralarida qora yo'naltirgichlar nima haqida axborot beradi? Xo'p. Svetoforning yashil ishorasi yoqilganda harakatlanishning ruxsat etilgan yo'nalishi haqida. Qizil va sariq ishoralarida harakatlanishning ruxsat etilgan yo'nalishlari haqida. Birinchisi. Xo'p, 4-savol. Agar transport vositasida tezlik cheklangan taniqli belgisi o'rnatilgan bo'lsa, bu transport vositasining haydovchisiga belgilangan ko'rsatilgan tezlikdan oshirishga faqat tezlik tegishli yo'l belgisi o'rnatib oshirilgan yo'l qismlarida ruxsat beriladi. Xo'p, menimcha oshirish taqiqlanadi. Xo'p, ushbu qo'shimcha axborot yo'l belgisi bildiradi. Xo'p, barcha turdagi transport vositalari to'xtab turish uchun yo'lning qatnov qismiga. Xo'p, yengil avtomobillar to'xtab turish joyi. Mexanik transport vositalari barcha turdagi. Xo'p, 6-savol. Uzunasiga ketgan sindirg'i chizig'i bilan to'xtagan transport vositalari o'rtasida masofa quyidagidan kam bo'lgan joylarda transport vositasining to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi. Xo'p. 3 metrga. Xato qildik. Reversiv svetoforlar bo'lmaganda yoki ular o'chirib qo'yilganda ikkita uzuq chiziqni kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Haydovchi chap tomon bo'lsa ruxsat etiladi. Agar haydovchi o'ng tomonda bo'lsa ruxsat etiladi. Taqiq. Agar haydovchi o'ng tomonda bo'lsa ruxsat etilar ekan. Xo'p.
Xo'p, savol. Bu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Xo'p, 9-savol. Shatakka olib harakatlanishingiz mumkin. Istalgan yo'nalishga, faqat A yo'nalishiga, faqat A yo'nalishiga javob. Xo'p, ko'k avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalish bo'yicha qoidani buzib burilmoqda? Bir yo'nalish bo'yicha. Har ikki yo'nalish bo'yicha qoidani buzmoqda. Xo'p, ushbu transport vositasi qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etilgan? Faqat chapga. Faqat chapga qayrilib olishga. Xo'p. Temir yo'l kesishmasida umumiy xatar ishorasi sifatida quyidagi ishoralar turkumi xizmat qiladi. Ikkita uzun va ikkita qisqa tovush ishoralari. Bitta uzun va uchta qisqa. Menimcha shu bitta uzun va uchta qisqa ishora. Xo'p. To'xtash taqiqlangan belgisi bilan birga bordyurning usti bo'ylab uzluksiz sariq chiziq chizilgan joyda yo'lovchilarni tushishga ruxsat etiladimi? Transport vositasi yo'q bo'lganda ruxsat etiladi. 15-savol. Bu belgi ko'k fon bilan ajratilgan aholi punkti nimani bildiradi? Bu shu aholi punktidan tashqarida joylashgan va manzilga avtomagistral bo'lgan boshqa yo'l orqali borilishini ko'rsatilgan aholi punktiga harakatlanish avtomagistral bo'ylab amalga oshirilishi ko'rsatilgan mazkur aholi punktida joylashgan. 3-savolda birinchi javob to'g'ri ekan. 15-savol. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Barcha holatlarda taqiqlanadi. Belgi va uning ostidagi qo'shimcha axborot belgisi nima haqida ogohlantiradi? Olib borilayotgan ishlar munosabati bilan yo'l chetida to'xtash taqiqlanadi. Xo'p, yo'l yoqasida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan munosabati bilan unga chiqish xavfli. Yo'l ta'mirlash ishlari olib borilayotgan yo'l chetida to'xtash taqiqlanadi. 17-savol. Agar g'ildiraklardagi tortish kuchi yo'l bilan ishlash kuchidan ortiq bo'lsa, g'ildirak o'chib qoladi. Yetakchi g'ildirak o'rniga nima aylanadi? Rasmda ko'rsatilgan chorraha tartibga solinmagan ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorraha. Tartibga solinmagan ega
Qurilgan yo'llar kesish chorrag'i. Solingan chorraha. Xo'p, qanday hollarda yo'lning burilish qismlari yengil avtomobillar ag'darilishiga qarshi turg'unroq? Yo'lovchilar bilan yuksiz yo'lovchilarsiz yuqori yuk xonasida yuki bilan. Chorrahadan tashqarida tartibga solinmagan velosiped yo'lkasi bilan yo'l kesishmasi kim yo'l berishi kerak? Endi boshida eslasanglar, ishlamagan savolimiz qolib ketgan. Bugun rosa ko'p xato qildik. Keyingi safar natijani yaxshilashga harakat qilamiz. Xo'p, Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qaroriga muvofiq yo'l harakati qoidalari necha banddan iborat? 186. Xo'p. Qizillar hammasi xato. Endi yakuniy bahoni ko'ramiz, yakunlash. 20 ga o'tamiz. Yakunlashni ko'ramiz bahoyimizni. Ilovani kechirasizlar, reklamasi bor ekan. Xo'p, 10 tadan 10 ta topibmiz. Bu natijani albatta yaxshilashimiz kerak. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Rahmat barchaga.